Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Velosiped ishqibozlari. Velosipedlarimizni hammasini bitta joyga yig'ib uyga olamiz deymiz, lekin hech imkoni bo'lmayapti, ketib qolyapti. Hozir ham bitta velosipedimiz Navoiy shahriga ketdi. Xo'sh, professional usta Shahboz velik yig'yapti. Bu 20 razmerdagi velosipedimiz, xudo xolasa bu Qashqadaryoga ketadi. Xo'sh, bu velosipedimiz balon 24, orqa kuzov 86 ga 1 metr. Bu velosipedimiz ham Toshkentga ketadi. Orqa ko'rinishlari mana. Xo'sh, bunisi 86 ga 62 buni kuzovi, sidinkalari qo'shimcha bor. Bu velosipedimiz Toshkentga ketadi. Bunisi ham. Kimga kerak bo'lsa shunaqa velosipedlar, telefon nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilishingiz mumkin. Dastavkalarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab faqat Surxondaryodan tashqari, Surxondaryoga mashina bizdan topilish ozgina qiyin bo'ladi. Dastavkasiga qo'shiladi. Hammaga sog'lik, salomatlik.